Chunki Qodirjon Sharipovich ishga kelmadi. Menimcha, boshqa kela olmasa ham kerak. Voy. Uzr. Ey, bu Farosh hali ham ishini tugatmadimi? Boring, chiqib keting xonadan. Bo'ling. Uzr, kechirasiz. Agar direktor ishga kela olmasa, firmani kim boshqaradi? Direktor bugundan boshlab yo'q. Ahvoli og'ir deyishyapti. Bu kattakon firmani kim boshqararkin? Eshitishimcha, hamma bolalari chet elda ekan. Menimcha, ular bu yerga kelishmasa kerak. Shunday ekan, firmani men boshqaraman. Chunki bu firmada eng ko'p ishlagan va tajribalisi o'zimman. Tezda borib hamkasblarim bilan gaplashaman.